Assalomu alaykum barchaga, matbuot anjuman ishtirokchilari. Men ana berilgan ma'lumotlarni o'qib chiqdim va eng dolzarb masaladan hozir alimentni muhokama qilyapmiz. 2025-yilda 210 milliard so'm undirildi deb ma'lumot berilyapti-da. Bu undirilgan ekan, lekin bu yerda ochiqlanmagan viloyatda qancha alimentdan qarzdorlik bor o'sha fuqarolarda. Bu haqida ma'lumot berilmayapti. Bundan chiqdi 210 milliard, bu qancha foizlar undirildi, yana necha foizi qolib ketdi, bu o'ta muhim masala. Bu yerda ma'lumot beryapsizlar, integratsiya qilingan deyapsizlar-da. Vazirlik 48 ta deyapsiz, 68 ta axborot tizimiga integratsiya qilingan deyapsizlar. Integratsiya qilingan bo'lsa, shunaqa bankdagi muammolar yoki o'sha elektr bilan bo'lgan muammolar bo'lgan bo'lsa, integratsiya holatida agar o'sha fuqaro o'sha to'lovni amalga oshirgan bo'lsa, nimaga integratsiyada bu ko'rinmaydi-da? Fuqaro sarson bo'ladi. Bundan chiqib shunaqangi bir kelib chiqyaptiki, integratsiya to'liq takomillashmaganmi degan bunda bir savol tug'ildi. Va aliment qarzdorligi bo'yicha bizda iste'mol savatchasi bor-da. Iste'mol savatchasi 2025-yilda har bir kishi uchun kishi boshiga 669 ming so'mga belgilangan edi. Vaholanki bu yilgi iste'mol savatchasida narxi e'lon qilinmadi qo'mita tomonidan. Lekin 244-sonli Vazirlar Mahkamasining qarorida har yanvar oyining 20-sanasida iste'mol savatchasini e'lon qilish kerak edi. Qo'mita bilmadim nimaga to'xtab qolishdi. Mana bu xatlo bilan oborib qolishgan bo'lsa kerak. 669 ming bo'lsa, fuqaro ishlamaydi. Bir nafar farzandi bor. Qanchalik to'laydi birodar? 1.300.000. Ya 1.600.000. Ha? Ha, qancha? Bitta farzand. Ha, bitta farzand ishlamaydi. Ishlagan taqdirda, ish ko'rib bo'lmagan taqdirda. Ishsizliklar 1 million qancha edi? 326 ming hisoblayaptimi? 1.600.000 qancha ming bo'ldi-da? Yangi yildan o'zgardi-da. Endi bu savolimga sizlar javob bera olmasligini men bilaman, chunki bu respublika darajasidagi bir tahlil qilib chiqadigan masala. Iste'mol savatchasini 669 mingda belgilangan bo'lsa, bu yilgi bizga bankdagi bergan inflyatsiya 7.5 darajada bo'lsa, где-то bo'lib qoladi 710 mingga chiqadi bu yil iste'mol savatchasi. 710 ming iste'mol savatchasi hisoblanadi-yu, lekin alimentga bir kishiga 1.669 ming so'm to'lash bu qanchalik mantiqqa to'g'ri bu aliment qarzdorligi bo'yicha? 10 milliard bu adashmasam 65% hisoblangan alimentda 65% undirilgan. Yillik hisoblanganda 65%. Nimaiki bizda statistika yuradi, shu butun majburiy ijro byurosi bo'yicha hisoblangan alimentni qanchasini undirgan. Bizda 65. Постоянно. 65. Eng past tushganimiz o'sha oyma-oy anaqalarimiz-ku, oyma-oy tushganimizda 57 ga tushdi. Lekin 210 milliard bu 1 yil oldinga nisbatan 50% ko'p undirgan hisoblanadi. Endi anu iste'mol savatchasi degani u o'rtacha bitta fuqaroga deb hisoblanadi. Bu yerda 5 oylik chaqaloq ham bor. Nima? 669 ming kishi boshiga deyapti, bir fuqaroga deyapti, lekin alimentda 1.669 ming. Bu qanchalik to'g'ri deyman-da. Buni taklifini ham bergan. Toshkent shahrida 1.669 ming. Hamma yerda. Surxondaryoni u Dinoda ham shuni to'laydi. Integratsiya misol uchun mana soliq. Manda soliq bilan bu integratsiya zo'r qilingan, demak ularni naqas ko'tarsa kerak edi. Siz 10 million qarzingiz bor, soliqi bor 10 million to'lasangiz, bizda nalog to'lovlari bo'lib turib 10 million qarzdorlik so'nadi. Yoki GAI ga borib to'lasangiz ham sразу qanday hujjatni yo'qladi. Integratsiya o'sha, lekin elektrositda sanalisi bor. Demak, to'lag'onlik bo'lmagan ekan-da elektrositda. Demak, o'sha qarzdorlik bo'yicha o'sha invoice raqam deydimi, nimadir raqam bo'ladi-yu. Unga to'lov amalga oshirilgandan keyin fuqaro u sudga bergan bo'lsa, invoice orqali integratsiya to'laqonli bo'lmagani uchun sarson bo'lyapti. Hozir elektrisit misolida aytilgan bo'lsa yoki bank misolida qo'ygan bo'lsa. Yo'q, mana ijro raqamim bildi, bu 3 oydan to'lasa ham mana rasmlar yo'qiladi. Bu 3 oy aytmayapman. Sudga berdi elektrisit. Bu odam shu kuni borib to'ladi, elektrisikni berib yuborgan kuni to'ladi. U yerda ham shu bizga o'xshagan yuristi bor. Yuristi va mana fuqaro to'ladi deb turib sudga xat berish kerak. Buni ko'rmay qoldir buni. Lekin u esdan chiqyapti u. Sud uni ham ko'ryapti. Sud ko'rib, bizga hujjat kelib tushyapti.
biz qo'zg'atganimizda qo'zg'atganimizdan keyin baribir agar biz uni esdan chiqib qolganligini nazarda tutmaymizda biz to'g'ri borib fuqaroga borib murojaat qilyapmiz, uni to'laganman deyapti. Agar to'lagan bo'lsangiz aka borib shu ta'minotchi kim da'vogar bor-ku, shundan to'langanlik haqida spravka bering, ma'lumot bering deymizda. Integratsiya qilingani u to'lov tizimida ham integratsiya bor. Ko'rinib turadi, haqiqatdan haqdordir, boya aytib o'tdim bularga. Muhammadga nomlarda 10 ta obyekt bo'lsa, qaysi bo'yicha qarzdorlik kelib chiqqanligi sud buyrug'ida ko'rsatilmaydi. PDFL bo'yicha qarzdor shu. Bular to'lasa ham agar elektrosvet xodimi o'z vaqtida o'sha axborot bermasa, o'sha qog'ozbozlik, byurokratiya qilmasa, bu yerda bitta osib turaverar ekanda. Shunaqami? Buni tushunarli. Endi uni byurokratiya deb atash noto'g'ri. Endi integratsiya degandan keyin, to'lov qilgandan keyin buni ahamiyati yo'q. O'sha integratsiya deb biz shunaqa aytganmiz-da hozir, butun tizim integratsiya qilingan. Umuman kommunal sohada, hamma sohalarda, lekin bunaqa holat bo'lsa, u integratsiya to'laqonli deb aytib bo'lmaydi-da. Shu masala, demak, siz aytayotganda vohadan to'laydimi, qaydan to'laydi? 1.666 ming so'mmi deyapsiz. Men buni umumiy ma'noda aytdim. Buni aytdim-ku, bu savol respublika darajasidagi masala. Iste'mol sohasidan kelib chiqmagan narx belgilangan bo'lsa, 669 ming, 1.669 ming, o'sha 1.600 qancha ming so'm, bu qanchalik to'g'ri degan savolni uni rahbariyatiga bersanglar va buni ko'rib chiqilsa, haqiqatdan Ikromjon aka aytganlaridek ko'plab yosh oilalar ham aynan alimentda ishlamasligini bilsa, lekin avval farzandim shuncha pul olar ekan, men tirikchiligim o'taverar ekan deganlarda ko'p oilalar ajrashib ketishgan bir sabab omil bo'lib qolyapti. Bu aynan aliment masalasi.